Hormaylar, assalomu alaykum. Ko'kdala tumaniga kelganmiz. Bugun yosh tadbirkorimiz tomonidan amalga oshirilayotgan loyihalarni sizlarga ko'rsatib bermoqchimiz. Assalomu alaykum. Siz charchaysizmi? Tanimagan, bilmaganlar uchun tanishtirib qo'yaman. Otabek Komfort korxonasi rahbari hisoblanadilar. Yosh tadbirkorlarimizdan biri. Hozir biz Ko'kdaladagi filialimizdamiz. Bu yerda ko'mir, gaz, isitish qozonlari va darvozalar ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yilgan. Sizga tanishtirib o'taman. Ko'mir isitish qozonlarimiz bor. Turli isitish qozoni hisoblanadi. 100 kvadratdan 10,000 kvadratgacha isitadigan isitish qozonlari mavjud. Bir haftada bir marta ko'mir solib qo'yiladi. Transformator ishlab chiqarish yo'lga qo'yganmiz. Bu Rossiyaniki bilan birga bir bo'ladi. Sifati bilan bemalol raqobat qila oladi. Yangi dizaynda karvatlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Razmeri 270 ga 370. Xo'p, narxi nechi pul? 6 million so'm yetkazib berish bor. Yetkazib berish deganda faqat Qashqadaryo butun O'zbekiston. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish bor. High-tech dizaynda darvozalar ham ishlab chiqarish yo'lga qo'yganmiz. Bu darvozamizning kvadrat metri 1 million so'mdan chiqadi. Albatta bu narxda O'zbekistonda eng arzon hisoblanadi. Ko'p qavatli binolarga eshiklar ishlab chiqarish yo'lga qo'yganmiz. $120 yonidagisi esa $140. Asta nomer qoldiraman, bemalol o'sha nomerlar orqali bog'lansanglar bo'ladi.